Ko'pchilik so'rayapti, nega snaplar ham bo'lyapti. Best motor qilganingizda nimalar qo'yilmaydi, nima qo'yiladi? Karnival filpovka qilingan, yangi kladish tayinlangan, yangi rastuvchi qilib yangi porshunga tayinlangan, yangi ko'sa, yangi kladish. Padushka, padushka ketgan padushkani qo'yib olamiz. Probkalar, kollektor zagushka, germetika, skorsuki ham kalsius ham ketadi ko'pincha, o'shani qo'yib olamiz. Salni klapan. Chek, bu yoqdan boshlaymiz. Choynak, zubchati, maxay vijimnoy, natijiter, головка prokladka har doimgidek. Svicha, komplekt, pompa, disiplina, patrubkalar, komplekt, hamma patrubkasi, o't uyda patrubkalar qo'yilyapti. Anaqasi ham, temir trubkasi ham, rem komplekt, svicha provoda, gidravlika generator remellarigacha va bu yoqda головкani ham направляш yengi qoqtirilyapti. Anaqalarni sidlolarni o't uyda remont qilib chiqib turib, yangi klapanlar. Головкani o'ziga 490 ming so'm ketgan. Shu xizmatimiz arzonmi, qimmatmi? Endi o'zingizlar javob qaytarasizlar.